Hürmetli vatandaşlar, bugünkü leksiyelerimizde başlaymayız. Leksiye de Sadaqacı Roza Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü İslahı 2021 yıl 2. ayının 10. günü hürmetli vatandaşlarım. Bugün sizlerge sözleydiğim leksiyele itibarga ilişki tegişlik yoki ko'ngil qo'yib anglaydigan leksiyalar. Men o'zim shunday hisobladim. Siz qanday qaraysiz? Bu tamom o'zingizning ixtiyorida. Men sizga shuni aytay, hurmatli vatandoshim, 3. ayning 6. kuni Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasining bayonotchisi Ned Price bayonot e'lon qildi. Bayonotning so'z iboralarida o'zgarish bo'ldi vatandoshim. Men o kuni sizga muhokama qilib so'zlab beramadim. Buning uchun kechiring. Söz ishlatish yoki iboralarni ishlatishda o'zgarish bo'ldi. Bu siyosatda nozik ish. Cho'ng davlatlar o'rtasida siyosatda nozik ish. Bugun endi yana sizlar Aqsar nima Davlat Ishlar Mahkamasining bayonotchisi Ned Price'ning bayonotini anglatamiz. Undan keyin eng muhimi yana nima, hurmatli vatandosh? Davlat Ishlar Davlat Mahkamasining bayonotchisi Ned Price bayonot e'lon qilishdan 1 daqiqa burun degidek Amerika Qo'shma Shtatlarida yangi ijodiy strategiya va siyosat tadqiqot instituti bir parcha doklad e'lon qildi. Bu dokladning mazmuni oxirgi xulosa va salom vatandosh Xitoyning Uyg'uristonda yo'lga qo'ygan bostirish siyosati irq yo'qotish zo'ravonligidir yoki shunday siyosat jakarladi. İnçkilik tarafiga nazar salang vatandoshim, buni olimlar mutaxassislar tayyorladi. Uning kaynidan Davlat Mahkamasining bayonotchisi Ned Price bayonot e'lon qildi. Buni qo'yib turaylik. Bu olimlar mutaxassislar qatnashgan haliqi doklad tayyorlash uchun bu qatam Jungodan qonunshunoslar taklif qilindi. Hatto Şinjan Uyghur Avtonom rayoni deb ataladigan rayondan yoki sizning bizning tilimizda Allah zikrimizga solgan ism Uyg'uristondan, mustamlika Uyg'uristondan qonunga munosabatli kishilar taklif qilindi. O'zgarish qandaqki vatandosh, shuni bugun bu leksiyamning qaysini oldiga qo'yishni ve qaysini kayniga qo'yishni bilolmay qoldim. Bir-birdan muhim leksiyalar vatandoshim. Shuni avval vaziyat to'g'risida, ya'ni odatdagi kesilimiz bo'yicha vaziyat to'g'risida bir ikki og'iz gap qilib o'taylik vatandosh. Bu vaziyat nima? To'xtab turing. Bu vaziyat bundaq vatandosh, to'xtab turing. Ma yozganasi bu vaziyat bundaq. Xos xabar. Tayvan bo'g'izida Amerika jungo kuch elishyapti. Amerika ogohlantirish jungoning qizil siziqiga dastlab salg'uchi bo'lma. Amerika jungo yangi so'g'oq munosabatlar urushi undash. Cho'ng davlatlar elishi hal qilg'uchi vaziyat o'zgarishi. Savol pulga qaraydigan yillar 2021 yil 3. ayning 9. kuni yutib. Ikkinchi, Jungoning ishki qurultaydagi ko'taringi ruh tugab ketdimi? Yoki biroq tugashdimi? Shanxay paychak bozoriga davlat xazinasidan pul ajratildi, lekin paychak bozorida baho yana o'xshashla tushib ketdi. Iqtisodning chekinishi yetib keldi. 3. ayning 9. kuni yutib hal qilg'uch qadamlar. Jungoda 3 cho'ng paychak bozori bor. Birinchisi Shanxay paychak bozori, ikkinchisi Hong Kong paychak bozori, ketib qoldi Hong Kong. Üçüncüsü Shenzhen paychak bozori.
Dikkat vatandaş, hazır ketip oldu Şanghay payçak bazarı. Hong Kong payçak bazarı ketip oldu. Hazır eşip kağını Shenzhen şehri payçak bazarı. Bunun takdirini aldı görümüz vatandaş. Yani devamı. Özüne besip alalmadı. Prezident Joe Biden'ın yalgını Xi Jinping'ni köydürüp, Xi Jinping'ni gazapga keltirip koydu. Beijing Amerika bilan uçuq aşkara bir meydan elişishga tayyorlandi. Shunday 9 kuni Jiang Xinji YouTube misli ko'rilmagan tarixiy krizis yer shari pul muomala munosabatlari qaytadan tashkillanadi. Bozor iqtisodining oxirgi zamoni yetib keldi. Yani bozor iqtisodiga oxirgi zamon yetib keldi. Amerika boylik ve kapital manbalari davlatlik o'rniga tushib qoldi. Demak, yana boylikning hammasi Amerikada bo'ldi degan gap. Mislsiz tarixda ko'rilib boqmagan zo'r krizis. Xamping obzori Shunjayni 10 kuni YouTube. Qani men ko'rib baqay. Bu chegaradan o'talamsan? Hong Kong, Uyg'uriston, Tayvanga munosabatlar yangi elishish. Ekrandagi xat. Tor filmining mavzusi mundaq. Yuqorqisi ekrandagi xat. Tor filmining mavzusi mundaq. Xi Jinpingning kurash ro'yi ishga qurultayga liqtoshdi ko'pchilik. Jiang Pengshika Shunjayni 10 kuni YouTube. Endi biz bu yerda bu vaziyatni mavzular orqali sizga aksattirib hurmatli vatandosh, yana bir xabar mushu vaziyatga aloqador, yana bir xabar oldimizda vaqt qachon taxabu sizga bizga noma'lum. Amerika Qo'shma Shtatlarining yuqori darajalik amaldorlari bilan Junxo Xalq Jumhuriyatining yuqori darajalik amaldorlari Amerika Qo'shma Shtatlarining shtati Alyaska shtatida uchrashadigan bo'ldi. Bu xabarda Jungo tarafdan kim qatnashadi bu yuqori darajalik uchrashishga? Diplomatiya mas'uli Yang Jiechi, uningdan keyin diplomatiya ministri, yana tashqi ishlar ministri Wang Yi Jungoning yuqori darajalik nopozlik amaldori sifatida qatnashadi Alyaskadagi suhbatga. Bunu da Alyaska'nı tanlab bilishning sababi nima? Muxbir shundaq dedi. Alyaska kilometr araliq Beijingga o'xshash, kilometr araliq Washingtonga o'xshash. Ikkinchi ahamiyati yoki ikkinchi alohidaligi Alyaska Amerika Qo'shma Shtatlar davlatining ichidagi shtat emas. Tashqaridagi shtat Amerikaga mansub. Bu bir alohidalik. Buning sababi bu qatimqi uchrashishda Amerika taraf Beijingga bormaydi. Beijing taraf Washingtonga kelmaydi. Faqat bir araliq. Amerikaning araliq farqi va shtati Alyaskada suhbat o'tkazadi. Suhbatning mazmuni e'lon qilinmadi. Oxirida biroz buritibdi. Hozirlikchiyada ko'rishlar vatandoshlar. Vaqt o'rinlashtirilmadi. Suhbatga Amerika tarafdan qatnashadigan yuqori darajalik amaldorlarning ism familiyasi berilmadi. O oldimizdagi ish. Men sizga hozir vaziyatning umumiy ramkasini olib keldim. Endilikda ahamiyatli 3 ya 2 leksiya. Biri Davlat Mahkamasining bayonotchisi Ned Price'ning bayonoti, yana biri Amerikada haliqi bilim xazinasi tayyorlagan doklad va dokladning mazmuni va dokladdan chiqarilgan logikali xulosa. Endi bu leksiyalarni sizlarga so'zlaymiz vatandoshlarım. Men yana shu qatorda shuni aytayki, hozir mening so'zlarimni tahrirlab YouTube'ga qo'yib berayotgan YouTube'dagi ishchan azimatlar. Kim bo'lishinglardan qat'iy nazar men sizlarni tonimayman. Lekin sizlar yaxshi ish qilyapsizlar. Hozir bizdek musofir Uyg'urlarni qo'llab so'zlagan so'zlarimizni YouTube'ga qo'yib beryapsizlar. Biroq yaqindan beri mening yo'llagan leksiyalarimni 1 soat 20 minut, 1 soat 40 minutga o'zgartib qo'ydinglar. Bu vaqtga men tahrir qilaman, men chidayamman yigitlar. Burun 15 minutda qo'yib beratdinglar, 20 minutda qo'yib beratdinglar. Men bir varaq leksiyani 1 soatda tayyorlayman vatandosh.
YouTube'dan tahrirleri 1 saatte tayyorlayman keçilab. Chiqib kunduzi send qilib YouTube'ga yollasam, buni siz yana 1 saat 20 minut, 1 saat 40 minut chiqarib qo'ysangiz, menda bunda vaqt yo'q. Kechiring. YouTube'dan tahrirleri. Meni kechiring bu iltimosim uchun. Sababi vaziyat mushunda tug'andi mening aldiraydig'im Uyg'ur xalqi xabar topsin bu vaziyatdan. Mana shu birli muddaim bor. Boshqa hech qanday muddaim yo'q. Tuniga 18 minut o'qib berdingiz, buning rahmat. 3 leksiyani 18-17 minut ichida o'qib berdingiz. Har birisini bugun shunday qiling YouTube'ning tahrirlari. Mana sizga mening iltimosim. Vaziyat mushunda kelyotdi. Endi Uyg'ur xalqi nayt tez vaqtida anglasın. Men bu vaqt chiqarib o'zimning ishini qilay. Masalan, saqlab o'tasam, uni yo'llab saqlab o'tasam, o'tamisam o'chib qoladi ekan. To'xtab qoladi bu. Siz yo'llayotganda YouTube'ga o'ltiray desam vaqtim yo'q. Shunga tahrir apandilar, menga qisqasi rahim qilinglar.